keldik. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki video davomida qaynoq narxlar, juda ham zo'r narxlar, baraka bo'layotganlari, bitta barakani dahshati bo'lib turibdi. Nima deydi? Toshkentda uchratmaymiz bunaqa holatni. Betdagi baraka, ya'ni viloyatdagi baraka boshqacha bo'ladi. Akani qo'llarini uzib olishlariga sar qoldi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yaxshimisizlar? Havo sovuq, qor yog'ib turibdi. Biz esa Sirdaryoning Mirzacho'l avtomobil bozoriga yetib keldik. Bugun shanba, xabaringlar bor. Sirdaryo avtomobil bozori faqatgina chorshanba hamda shanba kunlari o'z faoliyatini olib boradi. Boshqa joylarga o'xshab yakshanba kuni emas. Bunga o'xshash ish faoliyati Qo'qonda ham bor. Qo'qon avtomobil bozori chorshanba kuni ishlar ekan. Demak, bugun mana shu yerdagi bozorni narxlari bilan, yangi yil oldi narxlari bilan birgalashib tanishamiz. Qor yog'vordi, havo juda ham sovuq. Toshkentda qorlar erib ketgan. Bu yerda uni qarang. Haligacha qor bor. Demak, aziz do'stlar, videoni boshlashdan oldin